Bismillahirrohmanirrohim. Ig'vogarlik balosi. Bir odam xizmatkor sotib olayotgan edi. Sotuvchi: aytib qo'ymasam bo'lmaydi. Uning bitta aybi bor. Odamlar orasida gap chaqishtirib, ig'vo qilib yuradi, deb ogohlantirdi. Xaridor esa qo'l siltab, buning ahamiyati yo'q, aybi yengil ekan, dedi va xizmatkorni sotib oldi. Bir necha kun o'tganidan keyin boyagi xizmatkor xonadon egasining xotiniga: eringiz sizni yaxshi ko'rmas ekan, chunki yaqinda boshqa bir ayolga uylanish niyatida yuribdi. Sizga bir yaxshi maslahat beraymi? dedi. Xotin mayli dedi. Xizmatkor uning qulog'iga asta shivirlab: eringiz uxlayotganida ustara bilan uning boshidagi sochini kesib oling. Shunda u uylana olmaydi, deya xotinga aql o'rgatdi. Xotin maslahatga ko'ndi. Kechki payt xonadon egasi kelganda xizmatkor unga: xotiningiz boshqa bir erkak bilan don olishib yuribdi. Undan qutulish yo'lini o'rgataymi, dedi. Tasdiq javobini olgach, kechasi yotganingizda xotiningiz ustara bilan so'ymoqchi bo'ladi. Shunda shartta turib, uning o'zini o'ldiring, degan maslahat berdi. Kechasi uyquga ketishganidan keyin biroz o'tgach, eri ko'zini ochib, ustida ustara bilan turgan xotinini ko'rdi va meni so'ymoqchi ekan deb o'ylab, uning o'zini o'ldirdi. Ertasiga voqeadan xabar topgan xotinning qarindoshlari erini o'ldirishdi. Erning qarindoshlari ham xotin tomondagilarni o'ldirishga kirishdi. Ular ham tomondan qasos olishni boshlashdi. Ikki taraf bir necha yillar bir-biri bilan qirpichoq bo'ldi. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.